hurmatli kuzatuvchilar. Uyimizdagi kir mashinam oynaga sinib qolgan. Kichkina o'g'ilcham mana shu yong'oqdek tosh bilan ko'chadan tosh olib ekan, qo'liga mahkam ushlab, qaytiga qo'ygan bilmayman, tochkasiga qo'yib, bitta qo'yib, shu kir mashinaga yong'oqdek tosh bilan bitta qo'yib, mayda juda qilib sindirib yuboribdi ekan. Bu kir mashina ancha ish beradi. Sochiqlar, kirlar yuvib turamiz. Keyin kir mashinani ustasini topmoqchi bo'ldim, oynagini topmoqchi bo'ldim. 650 ming dedi. Ustalar ikkita, uchta joyga borib so'radim. Mana shu eshigini almashtirib berishimiz 650 ming dedi. Keyin men mana uni kir mashinani oynagini rabochiy ekan. U qo'yib beradigan eshigi ham rabochiy 650 ming deganim. Xizmat haqqi nimalar bilan. Ben bunu 100 mingga topdim. Mana 100 ming so'mga oynagini olib keldim. Endi hozir mana shu atverkada mana shu yechib, oynagini bitta qo'yaman. Inshaalloh zo'r ishlayveradi. Qani 650 ming qaytda-yu 100 ming so'm bilan ishim bitishi qaytda. Qani shunaqa ishlarga ham usta bo'lish kerak. Yigit kishiga, erkak kishiga 40 hunar oz deganda shuna ishlarni ham qilaveramiz. Mana kir mashinani betini olib tashladim, yechib oldim. Bo'liblar mana ahvol. Oynagini qo'ydim, xudo xolasa tushyapti. Qirg'og'ida mana rezinka nimasi ham yo'q ekan. Chiqilib rezinkasi. Xudo xolasa kir mashinani eshigini ham mana qo'yib oldim. Qotirib joyiga. Buni qilib qo'ydim, ishqilib teskari qo'yib qo'ymabmanmi? Bitta endi kir yuvib ko'rsak bilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar deymi? Hamma o'zining ishini qilsin. Ammo shunaqa ishlarga ham qiziqish bor mana. Ichida monaqa bir ikkita siniq oynagini singanlari ham chiqdi. Shunaqa gaplar.